Arab somsasi saharli iftorlik uchun ayni muddo. Ishimizni unga razrıhlitil, droji, tuz solib, yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Iliqdan suroz sut, yog' solib, xamir holatiga keltirib, 25 minut xolodilnikda tindirishga yuboramiz. Nachinkasi uchun tovuq filesi, piyoz, eng mazali bahadirov sirlari, tuz, murch, mayonez. Tingan xamirimizdan 25 ta zuvala chiqdi. Video tagida to'liq proporsiyani yozib qoldiraman. Xamir yoyganingizda xamiringiz o'rtasi qalinroq, chetlari ingichka bo'ladi. O'rtasiga sariyog' surib, bu yoq tarafga o'girasizda, xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Nega sariyog' surdik? Hozir tugayotganimizda qaranglar, orqa tarafiga xamirini bundoq yopishtirib qo'yishimiz uchun qulaylik bo'lish uchun sariyog' surib olindi. Umuman qalin bo'lib qolmaydi, ichlari bemalol pishadi. Ustiga tuxumni sarig'ini surib, xohishga ko'ra kunjut sepib, 200 gradusda 40 minut duxovkaga yuboramiz. To'xtang. Yurechani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi. Shunaqangi mazali, shunaqangi sochni chiqadi. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Olinglar. Bir dona taom pishirib, 30 dan ortiq sovg'alarni birga ega bo'lish xolismi? Bahadirov sirlari bilan xohlagan taomingizni pishirib, mana akkauntim va Bahadirov akkauntini o'zingizga Instagram profilingizda, postda va storiesda atmetka qilasiz va xudo xolisa bir haftadan keyin 30 dan ortiq sovg'alarni primoy efirda birgalikda o'ynaymiz. Shartlari juda ham oson. Yana ham to'liq ma'lumotni kommentariyada yozib qoldiraman. Bosh sovrin elektropech va mani offline va onlayn kurslarimga voucher. Undan tashqari 20 tadan oshiq qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lasiz. Omadingizni sinab ko'ring.